Hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi yana bir bor. Agar siz Dubaydan ko'chmas mulk sotib olsangiz, nafaqat uy sotib olasiz, balkim 10 dan yoki 15 dan ortiq qulayliklarga ega bo'lgan komfort yashash turmush tarzidan ham sotib olasiz. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek kattalari uchun basseynlarimiz, kichiklar bolajonlar uchun ham kichkinagina basseyn va yana dechki ploshatkalarimiz ham bor. Undan tashqari esa har bir xonadon o'zining shaxsiy parkovkasi bilan keladi. Mana bu biz ayni damda o'tirgan lokatsiyamiz Azizi Rivera deb nomlanadi. O'sha odatda bu yoq mid rise towerlardan iborat, ya'ni o'rta qavatli binolar. Hozir men sizga qolgan qulayliklarni ham ko'rsataman inshaalloh. Undan tashqari esa mana ko'rib turganingizdek barbekyu zonalarimiz ham mavjud mana. Xo'sh, undan keyin esa mana o'tirib, dam olib, ishdan keyin hordiq chiqarib shaxmat o'ynaydigan joylarimiz ham mavjud va odatdagidek mana bu servislar deganda ana bobonlarimiz ham ishlayapti, toza qilib, chiroyli qilib siz azizlarga xizmat qiladi. Xo'sh, agar siz tayyor xonadon olmoqchi bo'lsangiz, xo'sh, o'rtacha kattaligi 35-36 kvadrat metr studio xonalarimiz bor, 205 ming AQSh dollari. To'liq ma'lumot olish uchun menga bog'laning. Assalomu alaykum.